Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlarga sifatli gazoblok bilan sifati anchagina farq qiladigan gazoblokni sizlar tushunishinglar uchun maxsus video qilganmiz. Bunisi sifatli gazoblok, chunki o'lchamlari idealniy, yuzalari tekis, avtomatik reska yordamida kesilgan bunisi. Ko'rib turgan bu gazobloklar qo'lda kesilgan. Shu sababli yuzasi notekis. Asosiy muammo kafelnikilar yupqa surtiladi devorga. Yupqa surtilganning hisobiga devoringiz notekis chiqadi. Devor notekis bo'lgandan keyin ustiga qiladigan suvog'ingiz, kafelnikilar, rodbin suvoqlaringiz qo'shimcha xarajatga olib keladi. Sizlarga tavsiya qilamiz, har doim shunaqa razmerlari, diagonallari har tomonlama ideal gazobloklardan foydalanishinglarni tavsiya qilamiz.